Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Sog'misizlar, yaxshimisizlar, omonmisizlar? Bugun payshanba, ertaga juma kunlariga nima ishlar bilan bandligimizni qisqacha bo'lsa ham sizlarga ilinishga qaror qildim. Ozgina bo'lsa ham nima ishlar bilan band bo'lamiz, shulardan ko'rsatay dedim. Xohlasa ertaga payshanba kuni boshlab juma kuni Alloh nasib qilsa tugatamiz. Nima ovqatlar qilamiz? Nima ishlar qilamiz? Hammasidan Xudo xolasa ozgina bo'lsa ham boxabar bo'lasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. İşimizi boshlaymiz. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Allohim kuninglarni xayrli qilsin. Halol rizqinglarni barakasini bersin. Hamma uchun duodamiz. Hamma sog' omon bo'lsin. Ikki dunyo saodatiga loyiq bo'lsin. Bu dunyo obod bo'lib jannatlarga daxil bo'ladigan mo'min musulmonlar bo'lishligimizni Allohim hamisha hammamizga nasib aylasin. Bismillahirrohmanirrohim. Biz ishimizni boshladik. Bugun 11 dekabr 2025-yil. Iloji boricha ish jarayonlarimizni ko'rsatishga harakat qilaman. Bugun anchadan beri ko'rsatmagandim. Bir list somsa qo'yib qo'ydim men hozir. Ikkinchi listini boshladim. Sizlar bilan suhbatlashishim keldi. Ikki dunyo saodati deganda albatta bu dunyomizni obod bo'lishligini so'ragan bo'lamiz. O'zi nasib aylasin, Allohimdan hamisha so'raymiz. Zurriyotlarimizdan qoriyalar chiqishini so'raymiz. Qachondir vaqt qazoyimiz yetganda, olamdan o'tganimizda shu farzandlarimiz 5 vaqt namozlarda polvon bo'lib, orqamizdan bitta Qur'on tilovat jo'natganda bizning ruhimiz shod bo'lib, yorug' nurlar tarilar ekan qabrimizda. Kimdir aytishi mumkin. Uni biz bilamizmi, bilmaymiz. Alloh nasib qilsa ikki dunyo saodatini ko'ramiz, Xudo xolasa. Xudodan so'raylik shuni. Faqat bugun bormiz, ertaga nima bo'lsa bo'lar deyishimiz kerak emas. Zurriyotlarimizdan ayniqsa aqlli, xushli zurriyotlar bo'lib, hammadan ham 5 vaqt namozlarga polvon bo'lishligini, shu namozlarda duolar o'qishligini Allohimdan so'raylik. Biz o'zimiz ham farzandmiz. Bizni ham ota-onamiz o'tib ketgan. Allohimdan hamisha so'raymiz, hamisha go'rlar to'la nur bo'lishini, bilib bilmay qilgan gunohlarni Allohim mag'firat qilishini hamisha so'raymiz. Qabrlari keng bo'lib, jannatlarga daxil qilib qo'yishlarini Allohdan hamisha so'raymiz. Zurriyotlarimiz hamisha yaxshi yo'llarda yurishini Allohdan so'raylik. Men ota-onam o'qituvchi bo'lishgan, maktabda dars berishgan, ikkalovlari ham, dadam ham, oyim ham. Oyim juda bir anaqa ayol edilar. Hozir ko'plar eshitib turgan bo'lsa, bizning yurtimizda yashayotganlar juda ham bir mayin, latofatli ayol edilar-da. To'g'ri deb turishgandir. Dadam sal qattiq qo'l edilar, lekin yaxshi odam edilar. Sababi dadam rosa halollikni yaxshi ko'radigan odam edilar. Bizni halol mehnatlar bilan oddiy o'qituvchilik kasbi hamda uyda pomidor ko'chatlar tayyorlardik. 6 ta bola dadamlarga qarashardik. Shu pikrovka deyilardi, pikrovkalar qilardik, sotilardi. 2 tiyin 1 tiyindan sotilardi boya ko'chatlar. Shuni ham Alloh barakasini berar. Shu 6 ta farzandga yetib ortardi ham. Kiyimiga, osh-ovqatiga, ortardi ham. Doim har doim so'raylik. Allohim 1 so'm beradimi, 10 so'm beradimi, o'zi halolini, barakasini berishini so'raylik. Oyim juda ko'p nimalar, hayotiy voqealar ko'p gapiradilar. Hozir mana ozgina shu onajondan o'tgan menga ham shu bir hayotiy voqealardan bir gapirgim keldi, sizlar bilan bir gaplashim keldi. Bir odamni bolasi o'rtoqlari otasiga ma'qul kelmaydigan bolalar ekan.
Ha, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17. Yana bir ikkita qilishim kerak ekan. Xo'sh, otasiga uncha yoqmaydigan o'rtoqlari bor ekan. O'g'liga aytibdi, o'g'lim, shu o'rtoqlaring bilan yurmagin. Yaxshi bolalar bilan yurgin. Shunaqa bolalar bilan yurgandan keyin sen ham shunaqa yo'llarga kirib ketasan, yomon bo'lib deganda, dada, nima deyapsiz?" debdi o'g'li. "Nima deyapsiz? Nima, men o'rtoqlarim yomon bo'lsa, men o'shalarga qo'shilib bir narsa yomon bo'lib ketamanmi? Hech qachon unaqa bo'lmaydi" debdi. Otasi urushmabdi, qattiq gapirmabdi. Indamabdi. Bir payt kelib bog'larda olmalari bor ekan, pishibdi olmalari. Olmalarni uzishibdi. Yashikka solishni aytibdi dadasi. Shularni yashikka solib qo'ygin debdi. O'g'li sovotganda qarasa, ichida qurtlagan olmalar bor ekan. Dada, bu qurtlagan olmalar bor ekan, yaxshisini bu yoqqa qo'yib qurtlaganini boshqa idishga solaylik desa, "Yo'q, hech narsa qilmaydi. Solaver o'g'lim" debdi dadasi. Keyin bir qancha vaqt o'tgandan keyin olmalarni qarashsa, hammasi qurtlab ketibdi. Bo'yi qurt boshqalari yaxshilarga ham tushib ketibdi. O'g'li aytibdi, "Dada, mana men sizga aytuvdim. Qurtlagan olmalarni qo'shmaylik dedim, mana qo'shtirdingiz. Mana shuncha olma uvol bo'ldi, qurt tushib ketdi" debdi. O'shanda dadasi aytdi, "Sanchi o'g'lim" debdi. "Sanchi" debdi. Keyin o'g'li qilgan xatosini tushunibdi. Demak, albatta farzandlarimizni, nevaralarimizni yaxshi o'rtoqlari bo'lishini so'raylik. Allohim yaxshi, soliha do'stlari bilan birga bo'lishligini nasib qilsin. Qissadan xulosa shuki, o'sha yomon o'rtoqlarning ichida men yomon bo'lmayman deb hech kim garantiya bera olmaydi, hech kim. Yomonni qaysidir sifati o'tadi. Yaxshining ichida qaysidir yaxshi sifati o'tadi. Shuning uchun albatta farzandlarimizni har doim xabardor bo'lib turishimiz kerak. Nima ish qilishyapti, kimlar bilan yurishibdi, ertaga yomon xulqli farzandlar bo'lmasin, har xil bo'lmagur ishlar qilmasin. Shularni hamisha Allohdan so'rashimiz kerak. Allohim biz ham ishlarimizni barakatli qilsin, halol rizqlarimiz barakatli bo'lsin. Ikki dunyo saodatiga loyiq bo'lishligimizni ko'p qatorda bizga ham nasib qilsin. Men endi somsalarni tugib olay. Bugun Xudo xolasa nima ovqatlar deganlarga uzum bargi bilan karom bargidan galopsi do'lma qilyapti. O'zi ham 2 soatdan oshiq tugudim sal uzum bargini tugishmaydi ish. Endi biz ko'p qilganimiz uchun ishchilarga bizni birinchi ko'rayotganlar, biz bitta korxona oshxonasida ishlaymiz. Kafengiz qayerda, choyxonangiz qayerda deyshadi. Hech qanaqa kafe emas, faqat ishchilar uchun ovqatlar tayyorlanadi. Shu ovqatlardan ozgina sizlarga ham ko'rsataman har doim. Xo'sh, xullas karom do'lma tok bilan, keyin ugra, xamir kesilganli ugra ovqatimiz bor. Keyin har doimgidek palov xanto'ra osh, har doimgidek osh qilamiz. Oshsiz kunimiz o'tmaydi. Albatta sovuq kunlarda ayniqsa ko'p ovqat ketadi. O'shaning uchun tez harakat qilishga harakat qilamiz. Hozir men endi tugib olay bilan. Ana bitta qo'yib qo'ydim. Bunisi уже pishish arafasida. Hozir keladiganlarga somsalarimiz birpasda Xudo xolasa pishib tayyor bo'ladi. Mana birinchi partiya somsalarimiz pishdi, qaranglar. Hozir уже 5-6 tasi sotilib ketdi. Varaqlari. Rasam zo'r. Endi bu yoqda bilinchi boshladim. Bilinchi retseptlari, rasida videolari ko'p. Kanalimga kirsanglar ko'rasizlar. Balki opsiyaniyada, kommentariyada yozib ko'rsatib ketarman videolarni. Bilinchilarimizni pishirishni boshladik har doimgidek. Teshik bo'lib chiqadigan. Bu yoqda nonni xamirini qoramiz hozir. Apparat qoradi, biz emas. Ovqatlarimiz ketma-ket pishiryapti. Mana qo'y go'shti, mol go'shti aralash qilib ugra bu solib qo'yganimiz. Bu yoqda nonlarimiz pishdi. Somsalar tugadi. Men bu yerda
Yana nonlarimiz pishyapti mana. Chiroyli zo'r bo'lib. Bu qozonimizda oshimiz pishyapti mana. Ot go'shtdan ruletlar qilgandim, shularni ham qo'yib yubordim ustiga. Yeydiganlar borda, yeyishadi xohlasa. Qozonimizda tokdan do'lma karomli qilamiz dedik. Karomli tugishga vaqtimiz bo'lmadi. Shuning uchun faqat tokli. Bular suzishga oson bo'lsin deb mana shunaqa cho'plarga kirgizib chiqdik. Ana cho'plari bilan tez suzamizda, bo'lmasa suzish qiyin bo'lib qoladi. Qatlarimizni tugataydi deyman. Mana ozgina ugramiz bor. Ishimiz tugadi. Endi yuvamiz hozir hammasini. Ozgina do'lmamiz qopti. Hozir xudo xolisa bu ham tugab qoladi. Mana xudo xolisa kech bo'ldi. Biz ham ishlarimiz tugatish arafasidamiz. Nima deydi? Gazlarni hammasini, folgalarni yangiladik. Xudo xolisa ertaga yana diydorlashamiz. Ungacha yana bir narsani ko'rsatmoqchi edim. Men smuzi ko'rsatgandim. Smuzi rosa ham zo'r vitamin, soch ozmoqchi bo'lganlarga. Faqat oz uchun emas bu. Qishda ko'p odam vitaminlar tugaydi-da. Bahorga tinkasi qurib chiqadi. Shu vitaminlarni o'rnini to'ldirib turishga smuzi. Bunga nima soldingiz deganligiga. Brokkoli soldim. Bitta shunday katta brokkoli. Bodring soldim 3-4 dona. Ukrop soldim. Keyin ismaloq soldim, shpinat. Ozgina filtr suv quydim-da, blender qildim. Mana shunaqa quyuq massa bo'ldi. Endi buni bu idishga solib qo'yaman. Solganimdan keyin xaldanikka qo'yib qo'yaman ustini yopib. Ertalab bitta pilasini olaman. Chunki muzdek bo'ladi, icha olmaysizlar muzdekki. Ustiga ozgina issiq suv quyib, olib, bir stakan ichib olaman. Ertalab obedda ichsanglar bo'ldi, kechqurunga ichish kerak emas buni. Ana shunaqa qilib mana shu bitta tayyorlab qo'yganim u 3-4 kunga yetadi. Achib qolmaydim deganlarga yo'q, sovutgichda turaveradi, hech narsa bo'lmaydi. Olib ichsa bo'laveradi. Mana qaranglar, mana shunaqa massa bo'ladi. Buni albatta tayyorlab ichish kerak. Endi ishimiz tugash arafasida bir narsalarni ko'rsatmoqchiman. Gullarimni ko'rsatmoqchiman. Mana qaranglar, mana bu dekabrism gollandskiy sorti. Bunisi oddiysi. Mana bu yerda geralla bor, mana bu gullar, aloy bor. Mana dekabrism yana gollandskiysi, lekin juda sekin o'sdi. Menda o'sishi juda ham qiyin bo'ldi. Bu yoqda mana oddiylari. Ular ham o'nchalashib boshladi. Bir narsani aytmoqchi edim. Biz ko'pincha bozordan gullar olib kelamiz, do'konlardan. Mana ham ochilyapti. Uy kelganda yaxshi ko'karmaydi. Shularning vitaminlari bor ekan. Men olib keldim, shulardan solib ko'rdim, shu vitaminlardan. O'sishi zo'r bo'ldi gullarni. O'sishi juda ham yaxshi bo'lar ekan. Mana bu yerda kala gullarim bor edi. Mana anaqalarga suv qilib qo'yib, ustidan sepib turibman. Mana kala yangisini yerdagini ko'chirib qo'ydim. Mana men bir narsa aytmoqchi edim. Geranni sindirdim-da, perlit bo'lar ekan. Shu gulchilardan so'rasanglar, perlitni aytishadi, mana bunaqa oq-oq. Mana shunaqa perlit bo'lar ekan. Shu perlitni idishga solasizlar, kimlardir to'rtburchak idishga soladi. Men shunday tuvakka soldim. Ozgina suv sepib xo'llaysizlar. Yaxshilab suv xo'llab turib, shu sindirgan geranilarni shunday ichiga kirgizib chiqasizlar. Lekin har kuni mana shunaqa nimada suv sepib turish kerak. Yaxshilab. Har kuni o'sha perlitlarni ustini xo'llab turish kerak. Bir oyga qolmay vashchi ko'karib ketar ekan. Mana o'sha quruq cho'pida hammasi o'sha ko'karyapti shular. Juda ham yaxshi ko'karar ekan. Keyin aytmoqchi bo'lgan gapim. Mana gulchilarga borsanglar, mana shunaqa yantarniy kislota bo'lar ekan. Mana bunisi kaliy fosfat. Ikkalovidan 1 grammni olasizlar. O'lchab olish kerak. 1 grammdan. Esingizda bo'lsa, mana yantarniy kislota, mana kaliy fosfat. 1 grammini 1 litr suvga solasizlar. 1 gramm bundan, 1 gramm bundan olib 1 litr suvga solasizlar. Iloji bo'lsa filtr suvga yoki bo'lmasa 2 kun nimadan krandan olgan suvinglar 2 kun nimada xlorlari cho'kkandan keyin shunaqa suvga solish kerak. 1 litrga suv solasizlar-da, ozgina hamma gullarni tagiga ozgina quyib chiqasizlar. Keyin mana bunaqa spreyga solib turib, ustidan ham anaqa qilib sepib chiqasizlar yaxshilab. Buni bir 3 haftada
bir marta qilish kerak. Buni hali ko'p quyib bo'lmaydi. 3 haftada bir marta ham tegidan ham ustidan ozgina sepib tursanglar, gulinglar zo'r gullashi ham yaxshi bo'lar ekan. Keyin o'zi o'sishi ham juda zo'r bo'lar ekan. Men o'zimkilardan bilyapman. Mana shular qotib g'alati bo'lib turuvdi. Hozir shularni sepganimdan biri, suv quyganimdan biri zo'r ko'karyapti. Keyin qishga iloji boricha kamroq sug'oramiz hamma gullarni. Juda ham ko'p emas, sal kamroq sug'orish kerak. Shu nima deydi, ishimizni oxirida shu narsani aytkim keldi sizlarga. Gulga qiziqarli bo'lsa, chiroyli o'sishi uchun hamma yoqda gullar zo'r bo'lib turadi-da. Sog' omon bo'linglar. Yana yaxshiliklar didorlashaylik. Ertaga ko'rishamiz, xudo xolisa. Assalomu alaykum yaxshilar. Sog' omonmisizlar? Xayrli tong. Bugun juma kuni, xudo xolisa 12-yanvar. İşlerimiz boshlab oldik. Juma ayyominglar muborak bo'lsa hammaga. Juma kuni xayrli, barakatli o'tsa, hammani halol rizqini Allohim o'zi barakatli qilib bersin. Yaxshi amallarga sarflashlikka o'zi nasib qilsin. Mana biz ham ishlarimiz boshlab oldik. Ikkita list somsa pishirib oldim men. Bu yoqda yana bitta listga qo'yib qo'ydim. Keyin ana har doimgidek bilinchiklarimiz rosa ham zo'r bo'lib chiqyapti bilinchiklarimiz. Mana bilinchiklarimiz pishyapti. Bu ham chiroyli bo'lib. Tavan sal qizitib solsanglar, teshiklari ko'p chiqadi har doim bilinchiklarni. Endi bu yoqda qolgan ishlarimizni davom ettiramiz. Mana yana savoldik xamir. Bilinchiklarni ham pishirib tugatib oldik. Bu yoqda endi ovqat boshladik. Bunimiz bo'sh. Go'shtni bir xilda qaynatib qilamiz, bir xilda qovurib. Mana chiroyli go'shtlardan. Bozorda eng oldi go'shtlardan olib kelib tayyorlaymiz. Somsalarimiz ham hozircha bo'ldi. Hozir boshqa qila olmaymiz, vaqt yo'q endi. Mana go'shtlarni ko'rsatib qo'yay. Har doim eng oldi go'shtlarni olib qiyma qilamiz. Mana toza, chiroyli go'sht. Hech qanaqa bozordagi arzon go'shtlar emas bular. Har doimgidek bu qozonimizda oshimiz zirvaga qaynayapti. Bu yoqda mana tovuq oyoqlari tuzlab marinovka qilib qo'yganmiz. Bularni endi hozir qovurib pishiramiz. Mana qaram sho'rmalarimiz pishyapti. Bu yoqda osh dam yeyish arafasida. Qozonimizda tovuq oyoqlaridan qozon kabob. Mana tabaka davramizda biz. Bu ham pishyapti, xudo xolasa. Ovqatlarimizni suzib tugatib oldik. Tovuq ham tugadi. Osh ozgina qoldi. Qozon tagida bo'shimiz qoldi. Ozginagina. Mana ovotgan go'shtlarimiz qanaqaligi? Eng chiroylilarini oldik. Mana shu yaxshi go'shtlarimiz, chiroyli go'shtlarimizdan olib kelib qiymalar tayyorlayaptik. Hozir mana shunaqa sal boshqaroq kotlet yasamoqchiman. Ko'ramiz qanaqa chiqishini. Pishirganini. Yaxshi chiqdi lekin juda yomon emas. Endi mazali kotletimizni tayyorlaymiz, boshqacha usuldagi kotletimiz. Bunga 300 gram go'sht oldim, mol go'shti, yog'siz mol go'shti. 100 gram uvilgan non qo'shdim, tuz, ziravorlar tabga qarab qo'shiladi. Bir 30 gram mana oddiy pista yog' qo'shdim. Buni yaxshilab mijg'lab aralashtiramiz.
Mana kotletimiz pishdi desam, juda ajoyib bo'ldi. Zo'r bo'ldi desam. Hozir mencha o'zi mana bunaqa bir dunyo kotlet yasayotgandim-da. Shuni orasida pishirdim-da buni. Qani bismillah. Yeb ko'ramizmi? Nima bo'ldi? Bunga pishloq qilib olsa undan ham zo'r bo'ladi. Endi pishloqsiz ham yevraylik. Tuxumlari ham ko'payib ketdi вообще. Bismillah. Mazasi yomon emas. Yaxshi. O'zinglarni qiynamasligingiz uchun shunda piylarni yog'lab turib, shu qiymani bunday solinglar ichiga. O'sha qilib pishiringlar. Yoyilib ketaversa ham bo'laveradi, sizlar mana shuni pishirasizlar. Men yeb turaveray, sizlar qarab turinglar, desam. Bismillah. Men bu pomidor nimalar suvi seli chiqqanda qiymaga tushib, rosa mazasini zo'r qilgan. Bo'ladi. Endi boshqa ishlarimizni davom ettiramiz. Mana kotletimizni ko'rdinglar, pishirib oldik. Boshqa ishlarimizni davom ettiramiz. Kotletlarni ham yasab oldik. Mana bir dunyo kotlet. Yo'qda tegida yana. Buni endi morozelnikka qo'yib ketamiz dushanba kuni ishlatishga. Bitta ovqat tayyorlab olmasam, nimadir yegim kelib qolganda qiynalib yuraman-da, o'shanga devzira guruch oldim. Ozgina qiyma, pomidor, piyoz, bolgarska, zelilla, tuz ziravorlar solamiz-da. Buni galib suytib olaman. Karomlarim bor edi tayyor. Shu ertaga bemalol pishirib yeyishga, uyda dam otganda. Endi qolganlarini ikkita nevaram kelgan, tozalashyapti hamma yog'i. Xudo xolsa hammasini bitirib. Mana do'lmalarimiz tugildi. Karom uzun barga qilib. Xudo xolsa ertaga pishiramiz. Mana shunaqa gretskiy yogurt ichishimiz kerak ekan, sahra odamlar. Oqsili ko'p ekan shunda, shunaqa ichish kerak. Xo'sh, mana va nihoyat ishlarimiz tugash arafasida. Hamma yoq toza bo'ldi. Dushanba kunga yaltiradi desam ham bo'laveradi. Kecha ko'rsatdim gullarimni, qaranglar, ancha o'zgarishlari yaxshi. Mana kaliy fosfat qildim. Mana o'sha qunchalarni qaranglar. O'zi kichkina quncha chiqarib yotdi. Mana o'sha perlitga tiqib qo'yganman bularni. Xudo xolsa bir kun tuvaklarga olib ekaman, ko'chiraman. Perlitda yaxshi ildizot bo'lsa, keyin ko'chiraman. Bu yerda kalalarim ham. Aytganimdek, mana shunaqa qilib suv sepib turish kerak bularga. Erinmasdan. Misol uchun men 2 kun ishda bo'lmayman. Shanba, yakshanba uyda bo'lganimda qurib qolmasligi uchun mana shuni sepib ketaman. Xo'sh, narada gullarni ham bir ko'raylik-chi. Nima bo'lib turibdi ekan hammasi. Zalimda shu pasta padakonnilar to'la hammasi gul. Shutdi. Qani yaxshi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ana toza havo deydi-yu, gullarni ko'p ekib qo'ysanglar, toza havo bo'lib turadi uylar. Shunday qilib ishimiz tugadi. Uyga ketish arafasidamiz. Xudo xolsa yaxshiliklar didorlashaylik. Allohim hamma barcha mo'min musulmonlarga ofiyat bersin, ikki dunyo saodatini bersin. Shular qatorida bizga ham. Allohim hamisha o'zi qo'llasin. Halol rizqimizni barakasini bersin. Bu dunyomiz obod bo'lsin. Zurriyotlarimizdan qori-qoriyalar chiqib, bizni borligimizda ham, o'tib ketganimizda ham Qur'on tilovatlar qilib 5 vaqt namozlarida eslaguvchilar bo'lsin. Qabrdagi barzax hayotida darajalarimiz yuqorilashini, shu duolarni savobidan yuqorilashini Allohim o'zi nasib aylasin. Allohim o'zing qo'llagan, o'zingdan boshqa muhtoj qilmagan. Allohumma solli va sallim alayk. Allohumma solli va sallim va barik alayh. Allohumma solli va sallim va barik alayh. Sog' omon bo'l, yaxshilikda didorlashaveraylik.